Tügeştirdigan boldy meni bu ümitsizlik. Muştini tügüp, dişlerini g'uchirıltıp so'zlayotgan Shingsay g'azab bilan so'zini davomlashtirdi. Türkistanning hakimiyetini tutturish uchun ya ruslarga, ya Mingoga tayanishga majbur qaldim. Özüm yalğız g'alaba qazanolmadim. Bu nimani ko'rsatdi? Ömür bo'yi Sovetga yoki Mingoga biqinib o'taman degan gap. Şoňa ko'nglim zodi xotirjam emas. Xushal bo'lishim texmi mumkin emas. Qo'mondonlardan biri. Nemishqa Turkiston xalqiga do'stlarcha muomala qilishni o'ylashib ko'rmaymiz? Bu mumkin emas. Dedi zardi bilan. G'oliblar bilan mag'lublar do'st bo'la olmaydi. Har qitim qo'zg'alon bo'lganda qonliq bostirdim. Boshqa yo'l yo'q edi. İş o'qimasligimdan emas, men buningdan boshqa unumli usul kor qilmaydiganligini bilgach shunday qildim. Qarag'ina, Oruslarning yordami uzilibla atrofimizdagi tog'lardan ustimizga o'qlar yig'ib Agar Jangjeshi va'da qilgan yordamini avatmasa, Urumchi qo'ldan ketadi. Biz hammamiz mushu yerda. O'zimiz qurib chiqqan Turkistondagi eng cho'ng odam xushxonasida bo'g'izlanamiz. Shingsay ujursoq aram olish uchun kirib ketdi. Ochiqi texi besiqmagan edi. O'zi yolg'iz o'ltirib, xayolga petib ketdi. Qanchalik o'ltirganini bilmadi. Beshini ko'targan chaqda oldida bir shisha bilan ikki qadahni tutib, o'yir turgan qizni ko'rib, cho'chib ketdi. Sen qachondan beri turyapsan bu yerda? Yarım saatcha bo'ldi. Dedi. Voy tova, nima ish chiqarmading? Bu yerda qarab turishingdan bezor bo'ldim. Bu qiz Shing bilan birga yashashga majbur bo'lib qolganlarning biri edi. Shundaq qilgandila o'zi va oilasini o'limdan qutqiza oladi. U bu yerga kelgan tunji qiz emas. Lekin bu qizning bu yerda turayotganiga bir necha oy bo'lgan bo'lsa-mu, Shing texi uningdan zerikib qolgan edi. Qiz bek kam so'z bo'lib, so'ralgan savolga javob bergandan boshqa hech qanday gap qilmaydi. Ayol kishilar ko'pincha kot-kot keladi. Lekin bu qiz savollarga eng oz kalimalar bilan javob bergandan boshqa vaqtda og'zini pichoq ochmaydi. Bu yerdan ketadigan bo'lib qolsak, men bilan ketamsan yoki qilib qolamsan? deb so'radi Shing. Men siz nima desangiz shuni qilaman, xo'jam. Bechora qiz Shingning nima demoqchi bo'lganini tushunmagandek qiladi. Ya'ni agar turkistonliklar bizni mag'lub qilib qolsa, gap tugmay turibla soddalarcha javob berdi. U chaqda siz o'zingizni qutqizsiz, xo'jam. Mendek bir ayol bilan nima ko'ringiz? Nemishqa? Yo'lingizda texi nurg'un ayollar uchraydi-ku sizga. Men kim edim? Mush yerda qolib ekansan-da, dedi beshinchi chayqab qo'yib. Shundoq. Dedi qiz tamkinlik bilan. Oilam kelib meni ilib ketguncha mush yerda qolaman. Shing qizning qo'lidagi shisha bilan qadahni bir uribli pari-pari qilib o'tdi. Hammang mening yerimda qalbsiz yashaysan, deb vaqirib ketdi. Gapingizni tushunolmadim, xo'jam. Mening vazifamda biror qusur bo'ldimi? Vazifangning gapini qilmadim ahmoq. Nimaning gapini qildingiz hamsa? Sevgining, muhabbatning. Qiz inkossiz qarab turdi. Bir og'izmi gap qilmadi. Shing yana xayolga cho'kishga boshladi. Bu hayotning hamma tarafi qo'rqinch bilan qo'rshalgandek. Kishilarning har bir harakati qo'rqinidan yoki biror manfaat uchun bo'layotgandek. Jang maydonidagi Xitoy askarlari hayot xatar ostida qolganda darhol tez cho'kib yig'lab yolvorishib, turkistonliklardan shafqat tilashidi. Hatto ba'zilar jinini saqlab qolish uchun dushman turkistonliklarning dini bo'lgan islomga kirishga rozi bo'lishidi. Ruslarning yordamchi qo'shinni foyda manfaatni shart qilib avatadi. Ya hokimiyatga qo'l tiqadi, ya bo'lmasa xom ashyoga erishmoqchi bo'ladi. Va ya bo'lmasa kommunist yo'ldoshlarini yetishtirmoqchi bo'ladi. Stalin bilan ko'rishgan chaqda o'zimni sodiq kommunist qilib ko'rsatmagan bo'lsam, menga hargizmi yordam qilmaydi. U qizga yana qaradi va "Yo'qol, jahannamga bor!" deb vaqirdi. Qasrdan chiqib ketamdim? Jahannamni bilmamsa? Jahannam inoq o'rnini bilmayman, lekin so'rab topsam bo'ladi. Mazoq qilib qaqahlab kuldi va "Chiqqahu ahmoq!" deb vaqirdi. Qiz chiqib ketish uchun o'rnidan qo'zg'alib bo'lib, yana Shingning yana qaytib kelib, Esimga keldi, xo'jam. Jahannam bu yerda emas, oxiratda. Eski kishilar, kofirlar va Allohning dushmanlarining biror joyi. Shing o'rindiqqa o'zini tashlab o'ltirgach, qizga eransizlik bilan qarab qo'yib, "Shu yerga bor!" dedi. Lekin men taxi o'lmagan tursam.
Shingsey jimib ketdi. Ko'zi uyqu ilinib qolgan edi. Pushuldaşlarıdan uning ikki kech uxlamganligi chiqib turadi. Qiz midirlamay o'ri turdi. Bir azadın keyin Shing cho'chib uyg'onib, yenida tikilib turgan qizga qarab, Sen nelik idin? deb so'radi. Eng şimal tarafdan keldim. Sibiriyaga yaqin yerdim. Esingizda yo'qmi janoblari? Bir qitim ziyoratga borgan vaqtingizda sizga qadah va meva sungan edim. Meni yoqtirib qoldingiz. Hikoyaning davomini bilasiz. Siz bu yerdan ketib qolsangiz, men o'sha yurtimga qaytib ota-onamni izlayman. Qiz jilvigar, sadda bir qiz edi. Shing uni tortib quchqida o'ltirg'izdi. Uning sekilak sochlarini tuzashtirib, inchki burnini, to'lg'an lavlarini, cho'ng-cho'ng ko'z chanoqlarini silab qo'ydi. Ondan shirin tushdaq qizni suyishga boshladi. Birdamdan keyin Doban hozir ichishga yaramas bo'ldi. Huquqim va nopozim qo'ldan ketgandan keyin yoshlik va havoyi havasimmi ketdi. Ismini unutib ketibdiman. Faqat yangi kelgan chog'dagi yosh aralash kulimsirishing xira-shira yodimda. Urush, ayg'i chiqmagan urush. dedi. Eshik chekildi. Qiz o'rnidan turib, o'zini tuzashtirib chiqib ketdi. Qo'mondalardan biri kirib keldi. Duban janoblari, yordam kelmadi. Turkistonlik musulmonlar Urumchini qo'rshovga oldi. Shahar sirtida qonliq jang davom qilyotidi. Ozroqmi ilgillash yo'q. Texmi ko'p odam evatinglar. Chekinishni o'ylamadingizmi? Chekinish demsan? Nanqape. Chekinsang nemish bo'ladiganligini bilamsan yo'q. Nima ishlar bo'lar? Musulmonlar bizni har tarafdan qo'g'lab tutadi. Ustimizga har tarafdan yupurilib kelishdi. Urushda tamamen mag'lub bo'lamiz. Hammamiz o'limiz. Urumchi bizning oxirgi qo'rg'inimiz. Muhasiriga xeyli uzungacha bardosh qilib bera olamiz. O'lgucha yoki yordam kelgucha bardosh qilib bermakdan boshqa yo'limiz yo'q. Chiq. Bu gaplarni qo'mondonlarga aytg'iz. Qo'mondan o'z-o'ziga so'zlagandek qo'ding'ishidi. Osmon Botir avatgan ultimatumda ketishni xohlasak jinimizni omon qolganligini deb ekan-ku. Men jangchining va'dasiga ishonmayman. dedi Shingsey kulib ketib. Ular yolg'on so'zlamaydi-ku. Shing qaqahlab kulib ketdi. Biz ularni ming qatam ahmoq qildik. Lekin ular Shing gapini bo'libla. Yo'qan. Oxirgi chidanglar. Chekinishkimi? Taslim bo'lishkim bo'lmaydi. dedi. Qo'mondan chiqib ketib, Shingsey yana ichi siqilgan, vasvasi qaplagan holda yolg'iz qoldi. Bir qo'mondonning mag'lubiyatiga yaqinlashgan bo'lsa, taslim bo'lmasdan o'zini o'ldirib olish kerak. Buning eng to'g'ri usuli o'zini jangning o'rtasiga etishdir. Men shuni o'ylayapman. Inimni poytaxt Chongqingga avatdim. Quruq qo'l kama saraldi. Xitoy bilan Yapon o'rtasida shiddatli jang bo'layotgani, Yaponlarning Xitoylarni toza tariyada qistavotgani rost. Lekin Jang va Yuanjang Sharqiy Turkistonning qo'limizdan chiqib ketishiga qarab turmaydi. Chunki bu deganlik bu yerlarga o'ruslar ega bo'lib oladi degan gap. Yordam cho'qim keladi. Shing xayollarga petib o'ltirganida kamso'z qiz yana kirib keldi. Uningga tamoq va bir shish aroq ko'tarib kelgan edi. Tamoqni Shingning oldiga qo'ygandan keyin, Efendim, men ketaymikin deyman. Nimishqa? dedi Shing qizga qahri bilan qarab. Bu yerda bek qo'rqib ketib borman. Urush yaqinlab qoldi. O'limdan qo'rqansan? dedi qaqahlab kulib ketib. Ha, O'lishing yoki hayot qilishingning nima qiymati bor sening? o'lgim yo'q. Mening yenimda bo'lishing yetarli emasmi sana? Janoblari degan do'ban. Men bo'lsam odatdagi bir xizmatkor xolos. Shing qizga g'azab bilan qaradi. Uni yoqtirib qolgan edi. Uning kamso'zligi, sadda va ma'sum chiroyi uning huzur berdi. Nurg'un ayollar bilan birga bo'lib boqdi. Hammasidan zerikkan edi. O'qigan bilimlik ayollarni, artistlarni sinab boqdi. Kommunist yo'ldoshlardan sinab boqdi. Lekin ko'pinchisi Stalinning jasusi chiqdi. Xitoydan eqib kelib, bu yangi zamonga yerlashgan Xitoy qizlarini sinab boqdi. Ulardanmi qattiq zerikdi. Bu kalva qizni nimishqa buncha yoqtirib qolganini o'zimi bilmaydi. Yurak deganning u bilmaydigan biror qonuni bo'lsa kerak. Shing g'azbini aram besib olib, qizga yana qaradi. Hayotda nima teriging bor? Yayloqdagi oilamning yana qaysam ondan. Men bilan qilishni xohlamamsan. dedi gapini bo'libla. Seni oltin kumush, nozu ne'matga ko'mib etaman. Seni himoya qila olmayman. Qiz öksüp yig'lashga boshladi.
Шың оныңға қарап ғазап білән вақырды. Qamchi bilan badaningni titma qilib o'taman. Bu yerga kelgandila biletdim uni. Dedi көз yaşlarını sürtkech. Bütün ailangni törmege tashlayman. Shu yerda chirib o'ladi. Qiz tizilib pükülüp qaldı. Көз yaşları səldək eqishqa başladı. Rahim qiling do'ban janoblari, rahim qiling. Men tova qildim, oilamga rahim qiling. Deb yalvarışqa başladı. Yo'qol. Bechora qiz shivirg'anda ushuk tekkan kichikkina quchqoch kabi dir-dir titrangunicha chiqib ketdi.